Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat deb nomlanadigan darsimizni bugun 24-si. Mana birodarlar 6 oy bo'ladi. 24 hafta bo'lsa 6 oy bo'ladi. 6 oydan beri Qur'oni Karimdagi bitta kalimani tafsirini ko'ryapmiz. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni butun olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Mana shu rahmat degan so'zni tafsirini o'qiyapmiz. Allohning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga rahmati bo'lsin. Rahmati bo'lsin. Chunki u zot sallallohu alayhi vasallamning hayot dunyoga kelishligidagi asosiy maqsadi, payg'ambar bo'lishligidan asosiy maqsadi insoniyatga va butun maxluqotga rahmat ko'rsatish bo'lgan ekan. Musulmonlarga rahmatini gaplashdik. G'ayri dinlarga rahmatini gaplashdik. Ayollarga, qarilarga mana endi rahm shafqat bo'lmaydigan o'rin, jang maydonida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan rahmat haqida gaplashyapmiz. Bugungi 24-darsimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan adovat qilgan, urushgan, dushmanchilik qilgan toifalar turli toifalar bo'lgan. Ular ichida mushriklari bo'lgan, vasaniylari bo'lgan, majusiylari bo'lgan, yahudiylari, nasroniylari bor edi. Inshaalloh mana shu toifalar bilan Rasululloh nima uchun jang qilganligi, nima sababdan jang qilganligini bugun ko'rib chiqamiz. Vaqtimiz yetganicha. Mushriklar bilan janglari, yahudlar bilan janglari, nasorolar bilan bo'lgan janglari. Mana bugungi darsimizning birinchi nuqtasi mushriklar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning olib borgan janglari. Hammamizga ma'lum, Makka da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 13 yil payg'ambar bo'lib turgan bo'lsa, Quraysh mushriklaridan juda ko'p aziyatlar yetdi Rasulullohga va musulmonlarga. Mana shu paytda Rasulullohning oldiga juda ko'p marta sahobalar kelishdi, "Ya Rasululloh, biz ham javob beraylik. Biz ham urushaylik bu mushriklarga qarshi." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan davrda biron mushrikka qo'l ko'tarishlikka ruxsat bermadi. Aksincha, sahobalarni sabrga chaqirdi. Rasululloh urushsa yoki ularning fe'liga yarasha javob bersa bunga qodir edi. Chunki Qurayshning eng hurmatli xonadonlarining farzandi edi. Nasl nasablik, himoyasiga o'zi yetarli bo'lgan kishi edi. Ammo Rasululloh 13 yil musulmonlarni sabr qilishlikka chaqirdi. Nima uchun ularga yarasha javob bermadi? Chunki Rasulullohning yuborishligidan maqsad rahmat edi, birodarlar. Mana shu risolatni yetkazishligi kerak edi. Ammo Quraysh musulmonlarni mana shu sabr toqatlarini ko'rib, aziyat berishligidan to'xtagan, aksincha kibrida, zalolatida turib olishdi. Makka mushriklari musulmonlarga ozor berishlik bilangina kifoyalanmasdan, hatto ularni yurtlaridan chiqib ketishiga ham majbur qilishdi. Hammamizga ma'lum, musulmonlar mana Habashistonga 2 marta hijrat qilishdi, Madinaga 1 marta hijrat qilishdi. Hatto endi ana shu hijrat qilib borgan joyida ham tinch qo'ymadi mushriklar musulmonlarni. Habashistonga musulmonlar hijrat qilganida Quraysh ularni qaytarib olib kelishligi uchun Amr ibn al-Osni yuborishdi, Najjoshiyning oldiga. Ya'ni ana shu joyga ketib ibodatimizni tinch qilaylik desa ham, o'sha joyda ham tinch qo'ygani yo'q. Endi musulmonlarning mollarini tortib olishlik, talon-toroj ham boshlandi. Xabarimiz bor, Rasulullohning sahobalari Madinaga hijrat qilganlaridan keyin ularning Makkada qolgan mol-mulklarini Quraysh musodara qilib tortib olgan edi. Zulman tortib olgan edi. Endi ayting, mana shu mushriklarga qarshi musulmonlarni jang qilishligi u mushriklarga nisbatan zulmmi? Sog'lom fikr egasi bu narsani zulm deb aytmaydi. 13 yil sabr qilindi, 13 yil toqat qilindi. Endi bir vaqt keldiki, Qurayshning bu ishiga yarasha javob berishlik kerak edi. Musulmonlar Madinaga hijrat qilishdi. Birinchi ma'raka Badr g'azoti sodir bo'ldi. Birinchi g'azot Badr g'azoti. O'zi aslida bu g'azot Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining 314 ta sahobasi bilan chiqqanida g'azotga, urushga deb chiqmagan edi. Shomdan kelayotgan Qurayshning karvonini xabarini eshitdi musulmonlar, Makkada oldirib qo'ygan mol-mulklarining badali evazi qilib, shu karvonni ular tortib qo'ymoqchi bo'lishdi. O'zi asli urushga deb chiqishgan emas.
Makka mushriklari musulmonlarga birinchi bo'lib zulm qilishdi. Musulmonlar zulm qilmadi, aksincha musulmonlarning bu qilgan ishi ayni adolatdan bo'lar edi. Kuydirish, cho'ktirish, qatl qilish bilan jasadga zulm qilindi, nohaq tortib olish bilan molga zulm qilindi, uylardan haydab chiqarildi, uylar sotib pullari yeb olindi. Mana bilasizlar, payg'ambarimiz Makka mukarramani fath qilganida 8-yilda "Ya Rasululloh, Makkada qolgan uyingizni olib beraymi o'zingizga?" deganida Aqil bizni uyimizni qoldirdimi dedi. Aqil Rasulullohning amakisini Abu Talibning o'g'li edi. Rasululloh hijrat qilib, qizlari ham orqasidan borganidan keyin uy bo'shab qolgan edi. Rasulullohning uyi. Aqil bu uyni sotib, pulini o'zlashtirib olgan edi. Rasulullohning rahmatini ko'ring. Uyini sotib olgan odamga borib turib, Makkani egallagan qo'mondon, "Mana uy meniki edi. Mana uy meniki edi. Senga uni Aqil sotibdi. Uni haqqi yo'q edi, chiq" desa, haqqi bormidi? Ammo bu odam puliga olganda, Rasululloh u odamni haydab chiqargani yo'q. 19 kun Makkada turgan bo'lsa, chodirda yashab, keyin Madinaga qaytib ketaverdi. Ana rahmat birodarlar. Demak, Quraysh musulmonlarning uy-joylarini ham sotib, pullarini o'zlashtirishib olgan edi. So'kar edi, haqorat qilardi, nomuslarga tegishligi bilan zulm ko'rsatar edi, qamab qo'yar edi, musulmonlarni ajratib qo'yar edi, hurriyatiga zulm qilardi. Musulmonlar endi nima qilishlik kerak bu mushuklarga nisbatan? Hamma narsasini tashlab chiqib ketishdi, hijrat qilishdi. Mana endi bu fasodni, zulmni daf qilishlikni zarar ish ekanligini hamma aqlli odam tan oladi. Musulmonlar nima qilishdi? Ana shu Makkada oldirib qo'ygan mol mulklarini o'rnini to'ldirish uchun Quraysh karvonini yo'liga chiqishdi. Endi bu o'rinda ayrim sharqshunoslar g'arblik musulmonlar tinch kelayotgan Quraysh karvonlarini yo'liga chiqib tajovuz qilishdi deb musulmonlarni ma'lumot qilishadi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Chunki payg'ambarimiz hijrat qilib borgan kundan boshlab Madinadagi musulmon mamlakat bilan Makkadagi mushrik mamlakat o'rtasida jang holati, harbiy holat edi. Ikkita bir-biri bilan urushib turgan mamlakatda orasida harbiy holat bo'lganda, u biri ikkinchisiga hujum qilishiga oddiy ish. Bu har doim shunaqa bo'lib kelgan. Ikkita urushayotgan davlatni bir-biriga molini ham, qonuni ham halol deb bilgan. Demak, Qurayshning karvoni kelayotganda xotirjamligi deyishlik noto'g'ri bo'ladi. Yana demak musulmonlar karvonni yo'lini to'sgani chiqqan bo'lsa, demak qaroqchilik qilishgan ekanda musulmonlar ishni boshida degan savol ham tug'ilishi mumkin. Javob shuki, qaroqchi to'g'ri kelgan karvonni tanlaydi. Unga farqi yo'q. Bu kimi karvoni, qayerdan keldi, bu qaroqchiga u zulm qilganmi, qilmaganmi ahamiyati yo'q. Musulmonlar faqatgina Quraysh karvonining yo'lini to'sishdi. Agar qaroqchilik deyilishi mumkin bo'lganida, musulmonlar har qanday qabilani karvonini nima qilish kerak edi? To'sishlik. Demak, qaroqchilik ekanmi bu? Demak, qaroqchilik emas bu. Islom voqea din, kuchni kuch bilan qaytaradi. Islom musulmonga qilich ko'targanga qarshi qilich ko'taradi. Musulmonlarni ma'lumot qiladi bu g'arbliklar. Qurayshni bular karvonlarini talon-taroj qilgan. Buni o'rniga musulmonlarni 13 yil azoblab, yurtlarini tashlab chiqib ketishga majbur qilgan, Makkada qolgan mol-mulklarini talon-taroj qilgan Qurayshni ma'lumot qilsa to'g'ri bo'lmasmidi? Musulmonlar fe'lan karvon yo'liga chiqishdi. 314 ta sahoba bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshliq. Abu Sufyon Alloh taoloning bir taqdiri sabab bo'ldi-da, karvonni musulmonlarga yo'liqtirmasdan olib o'tib ketdi. Musulmonlar Quraysh karvoniga chiqqanligini xabarini eshitganda Abu Sufyon Makkaga odam jo'natdi. Yordam beringlar. Musulmonlar bizga tajovuz qilmoqchi. Shunda Quraysh 1000 kishilik askar bilan 950 deyiladi, vallohu alam, xullas 1000 kishilik askar bilan karvonni yordamiga chiqishdi. E'tibor berasizlar. Maqsad karvonni qutqarish. Ular hali musulmonlar bilan yo'liqmasdan, Badrga kelmasdan turib, qochib qutulgan Abu Sufyon Makka qo'shiniga odam jo'natdi. Qaytaveringlar, biz qutuldik. Maqsadga yetildi.
Niyatga yetildi. Maqsad nima edi? Quraysh jang qilmasdan bemalol qaytib kelsa bo'lar edi. Haqiqatan fe'lan ayrim Qurayshlik kishilar qaytib ketishlikda ham harakatini boshlab qoldi. Hakim ibn Hizom kelib Utbaga aytdi: "Ey Utba," dedi, "kim bilan urushamiz?" dedi. "Karvonni qutqarish uchun keldik, karvon qutuldi. Endi borib urushsak, o'zimizni musulmon qarindoshlarimiz bilan urushamiz. O'zimizkilarni qatl qilamiz. Qaytaylik orqaga," dedi. Odamlar qaytishni boshlaganida Abu Jahl turib oldi. Boshqa arablar bizdan qo'rqsin, buncha yig'ilib kelganimizni xabarini eshitgunicha Badrga borib turib 3 kun turaylik, tuyalarda so'yib yeylik, amma xamirni ichaylik. Butun arablar Quraysh shunchalik quvvatli, aziz ekan deb eshitsin, ungacha qaytmaymiz dedi-da, Abu Jahlning qaysarligi bilan qo'shin qoldi. Demak, jang bo'lishini kim xohladi? Jangni kim boshladi? Mushriklar boshladi. Bu jang islom tarixidagi eng ulug' jang. Yawmul Furqon deb nomladi Alloh Qur'onda. Ikki jamoa to'qnashgan kun, haq bilan botil ajragan kun bo'ldi. Mushriklardan 70 tasi qatl qilindi, 70 tasi asir olindi. Badr g'azotini kim boshladi? Mushriklar. Badrda yetgan aziyatdan Quraysh va'zlanmadi. Hech qancha vaqt o'tmadi-da, boyagi olib qochib ketgan karvonni puli va boshqa pullarni o'rtaga tashab, Quraysh 3000 kishilik yana qo'shin to'plab Madinaga bostirib keldi. Bu safar faqat Makkaliklarni o'zi bilan kifoyalanmadi. Makka atrofidagi mushrik qabilalarni ham chaqirdi, ular ham yordam berib musulmonlarga qarshi urushgani kelishdi. 3000 ta odam. Musulmonlar endi himoya qilish kerak, o'zlari chiqishligi kerak. Bu jang musulmonlarning mag'lubiyati bilan nihoyat topdi. Hamza ibn Abdul Muttolib boshliq 70 sahoba shahid bo'ldi. Musulmonlarga qattiq zarba bo'ldi. Musulmonlar mag'lub bo'ldi. Quraysh o'zining ichidagi adovatini, gina kuduratini bir ishi bilan ko'rsatdi. Ular jang maydonida shahid bo'layotgan musulmonlarning jussalarini musla qilishdi. Quloq burunlarini kesib, qorinlarini yorib, yuzlarini tilib, mana shunday bir har qanday odatga, urf-odatga xilof ravishda mana shunday bir xunuk gunohga qo'l urishdi. Xo'p, mana endi Badrda mag'lub bo'ldi Quraysh, Uhudda g'olib bo'ldi. Kifoyalandimi? Yo'q. Hech qancha vaqt o'tmadi, yahudiylarning ig'vosi sabab Xandaq g'azoti sodir bo'ldi. Quraysh o'zi boshliqlik qildi bu jangga. Mushriklar 10,000 qo'shin bilan Madinaga bostirib keldi. Nechinchi g'azotda gaplashyapmiz? 3-chi. Musulmonlar yana himoya qilish uchun o'zlarini tashqariga chiqishdi. Xandaq g'azotini kim boshlabdi? Mushriklar boshlabdi. Endi musulmonlar jamoasini tak tomiri bilan yo'q qilib yuborish niyatida kelgan mushriklarga qarshi jang qilgani uchun payg'ambarimiz va musulmonlarni ma'lumot qilish to'g'rimi? Nima qilish kerak? Indamay turish kerakmi? So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azoti tugashi bilanla Banu Mustaliq qabilasi Madinaga kelishlikka qo'shin tayyorlayotganligini eshitdi-da, endi bularni 10nida to'xtatib qo'yishlik kerak edi. To'xtatib qo'yishning yagona yo'li ularga hujum qilib borishlik. Demak, Banu Mustaliq g'azotini bo'lishiga ham mushriklar sabab bo'ldi. Hijratning 6-yilida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umra qilishlik niyatida Makka ga qarab 1400 ta sahobasi bilan chiqib keldi. Umra qilish niyati, lekin qurollarni o'zlari bilan olgan ediki, bir xatar bo'lib qoladigan bo'lsa himoyalanamiz. Sirat darslarida bu narsalarni o'qib o'rganganmiz. Rasululloh Hudaybiyaga yetganida tuyasi haram ichkariga kirmasdan cho'kib oldi. Va mana shu joyda mashhur Hudaybiya sulhi bitildi. Payg'ambarimiz aytdilar, mana shu tuya cho'kkan paytda: "Vallohi la tad'uni Qurayshun al-yawma ila khuttatin yas'aluni fiha silatar rahm illa a'taytuhum iyyaha." Niyat qiling, niyat qiling. Allohga qasam, agar Quraysh bugun meni bir ishga chaqirsa, ana shu ishda sila rahmni talab qilsa, ya'ni sulhni talab qilsa, ularning talabini beraman dedi. Tushgan paytda maqsadi nima edi? Urushlik masala.
tinchligidir, sulhidir. Rasululloh 1400 ta sahobasi bilan kelgan, qurollari bor, jang qilsa imkoniyati bor, ammo jang qilmadi. Mana shu yili mana Hudaybiyada Quraysh mushriklari bilan musulmonlar o'rtasida Hudaybiya sulhi bitirildi. Va mana shu sulh keyinchalik Makka fathiga sabab bo'ldi. Rasululloh Suhayl ibn Amr bilan uchrashib, sulh bandlariga kelishdi. Sulhning bandlaridan bittasi shu ediki, qaysi bir qabila musulmonlarning ittifoqdoshi bo'lishini xohlasa, musulmonlarning xilfiga o'tsa, ularning haqqi. Qaysi qabila Qurayshning xilfiga, Qurayshning ittifoqchiligiga o'tadigan bo'lsa, uning ixtiyori degan edi. Endi mana shu musulmonlarning xilfiga o'tgan qabila sulhni bandini buzsa, musulmonlar buzgan bo'laveradi. Qurayshga ittifoqchi bo'lgan qabila sulhni buzsa, Quraysh buzgan deb e'tibor qilinadigan bo'ldi. Mana shu joyda turgan Xuzoa qabilasi payg'ambarimizning xilfiga o'tdi. Banu Bakr esa Qurayshning ittifoqchilariga aylandi, xilfiga o'tdi. Badrda gaplashdik. Uhudda gaplashdik. Xandaq, Banu Mustaliq. Endi Makka fathiga keldik. 5 ta g'azotning sababini gaplashyapmiz. Mana Bakr bilan Xuzoa qabilasi, Xuzoa musulmonlarning xilfiga, Bakr mushriklarning xilfiga o'tdi. Bu ikkala qabilaning o'rtasida eskidan adovat bor edi. Banu Bakr qabilasi Xuzoadan o'chini ololmay yurgan edi. Endi boyaga tinchlik sulhi tuzilgandan keyin Xuzoa qabilasi ham xotirjam bo'lib qoldi. Bakrning hujumidan xotirjam, chunki ittifoqchilarning bittasi ular. Ammo Bakr xiyonat bilan Xuzoa kishilarini haram hududida qatl qilishdi. Va sulhni buzishdi. Xuzoa qabilasidan bo'lgan kishilar haramga kirib, haramning hududida qon to'kish mumkin emas. Bu mushriklar ham bunday qilmagan. Mushriklar davridan boshlab. Haramga kirganda ham qatl qilishdi va bu xiyonatda Qurayshning bir qancha sayyidlari ham qatnashdi. Xuzoa qabilasi payg'ambarimizdan yordam so'radi. O'zini ittifoqchilarga yordam berish, ahdini buzganlarni jazolash endi payg'ambarimizning zimmasidagi burch edi. Makka fathi sodir bo'ldi. Mana endi aytaylik. Ahdni buzib, ittifoqchilarni qatl qilganlar bilan jang qilgani uchun payg'ambarimizni birov ma'lumot qilishga haqqi bormi? Rasulullohning qilgan ishi adolatdan bo'ldimi? 5 ta g'azotda aytdik. 5alasini ham mushriklar boshladi, birodarlar. Rasululloh hech qachon urushni birinchi yo'li boshlagan emas. Bu darslarda nimaga o'rganyapmiz akalar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rmagunimizcha, birodarlar, Alloh azza va jalla siz bilan bizni yaxshi ko'rmaydi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad alayhisalom, ayting musulmonlarga, agar sizlar Allohni rostdagamiga yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar dedi. Shunday deb ayting, sizga ergashsa, men yaxshi ko'raman ularni. Shunda Alloh sizlarni kechiradi, gunohinglarni va jannatga kirgizadi. Demak, bu darslarni o'rganishdan maqsad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshiroq tanish va mana shu tanish oqibatida u zotga nima qo'yish? Muhabbat qo'yish. Va mana shu muhabbat siz bilan bizni Allohning roziligiga olib boradi. 5 ta g'azotni gaplashdik sababi. 6-si Hunayn g'azoti. Makka fath bo'ldi. Musulmonlarning qo'liga o'tdi. 8-yil. Havozin qabilasi bundan norozi edi. Ularning qalbini adovat va nafrat egalladida Allohning nurini o'chirib qo'yishlikka o'zlarini qodir deb bilib katta qo'shin jamlashdi. Bular hali Makka ga qarab yurib kelmasidan burun payg'ambarimiz ularga qarshi Makkadan qo'shini bilan chiqdi. Hunayn g'azotini kim boshladi? Havozin qabilasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qolsa Havozin qabilasi keladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin bilan Hunayn vodiysiga chiqdi. Hunayn g'azoti bo'ldi. Nechta gaplashdik? 6 ta.
Mushriklar bilan bo'lgan bu urushlarning hammasi majburiyat yuzasidan olib borildi. Birortasini ham payg'ambarimiz boshlamadi. Aksincha, doim mushriklar boshladi bu narsani. Shunga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarga nisbatan qalbida gina kudurat saqlamadi. Balki ularni avf qilishlikka doim bir imkon qidirdi. Uzrlarni ko'p qabul qildi. Ammo urushni oxirgi chora deb biladi. Hech qanday chora qolmaganda majburiyat yuzasidan qiladigan ish deb tushunardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va bu ish bir marta, ikki marta bo'lgani yo'q. Payg'ambarimizning hayotini boshidan oxirigacha mana shu siyosatni yurgizdi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mushriklar bilan olib bo'lgan janglarni sharhladik. Mana aytinglar. Shu janglarni qaysi birini qilmaslik kerak edi? Yoki qaysi jangni qilmaslik mumkin edi? Islom va musulmonlarni yo'q qilishlikka qilinayotgan harakatni tek tomosha qilib turishlik kerakmidi? Yoki himoya qilishlik kerakmidi islom mamlakatini? Demak, mushriklar bilan bo'lgan jangga xulosa, bu janglarda birortasini payg'ambarimiz boshlamagan. Aksincha mushriklar boshlagan. Bugungi darsimizning ikkinchi nuqtasi Yahudiylar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bo'lgan urushlari. Rasululloh Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganida Madinadagi Yahudiylar bilan ahdlashdi. Bu Madinadagi mashhur Yahud qabilalari Banu Qaynuqo, Banu Nazir va Banu Qurayza. Uchalasi bilan payg'ambarimiz ahdlashdi. Tinch, do'stona qo'shnichilik muomalasini qilishlikka, bir-biriga xiyonat qilmaslikka. Bu ahd tuzildi. Payg'ambarimiz doim ahdiga vafo qildi, ammo ulardan faqatgina yomonlik, nonko'rlikni ko'rdi. Yahudiylar Alloh va payg'ambariga ko'p tuhmatlarni qilishdi. Bo'xtonlarni gapirishdi. Musulmonlarning e'tiqodlarida shubhaga solishlik uchun har xil fitnalarni tarqatishdi. Payg'ambarimiz hammasiga sabr qildi. Ko'p xatolarga ko'zini yumdi. Har qancha xatolar ko'paygan bo'lmasin, jazolamadi. Ammo holat endi sabr qilmaydigan ko'rinishga yetib keldi. Endi bir keskin ish qilish kerak ediki, bularni to'xtatib qo'yishlik kerak edi. Banu Qaynuqo g'azoti. Musulmonlardan biri Banu Qaynuqo yahudlarining bozorida savdo qilib, u bu narsa olib yurar ekan, uni sharafiga tajovuz qildi yahudlar. Buni ko'rib turgan musulmon uni himoya qildi, bu musulmon yig'ilib qatl qilib qo'yishdi. Bir musulmon kishini ham qatl qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning ustiga qo'shin bilan keldi. Yahudiylar payg'ambarimizga bergan ahdini mana shu fahsh ish bilan, mana shu qotil bilan buzishgan edi. Payg'ambarimiz hammasini qatl qilib tashlashlik imkoniyatiga ega edi. Va qatl qilib olsa adolatdan bo'lar edi. Ammo qatl qilish imkoniyati bo'lib turib, Madinani tashlab chiqib ketishlariga rozi bo'ldi. Shunaliga ularni bu qilgan xiyonati qatl bo'lishlikka loyiq edi ularni. Ammo Rasululloh ularni Madinadan chiqib ketishiga ruxsat berdi. Endi mana shu Banu Qaynuqo yahudiylar qilgan ish uchun Madinadagi boshqa yahudiylarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jazolamadi. Aksincha, boyiga ikkita qolgan qabila bilan ham yana do'stona muomalasini davom etkazaverdi. Ana shu qabilalarning ikkinchisi Banu Nazir qanday ish qildi? Rasulullohga Amr ibn Umayya Zumri qatl qilib qo'ygan ikki kishini jizyasini to'lashlikka pul kerak edi. Yahudlar bilan ittifoqchilikda mana shu narsa ham bor edi. Agar mol yordami kerak bo'lsa, ular berar edi, musulmonlarda bo'lsa, musulmonlar beradi. Shunaqa bir ittifoq bor edi, dogovor bor edi biz tilda. Rasululloh Banu Nazir yahudlarining yerida turganida, bir devor tagida o'tirganida, ular payg'ambarimizni boshiga tosh bilan urib qatl qilishni niyat qilishdi. Ahdni kim buzdi? Ey Muhammad, mayli yordam beramiz senga, ozgina pul yig'ib kelamiz, o'tirib tur dedi-da, tashqariga chiqib turib, bu odamni bunaqa ozgina sahobalari bilan qaytib topa olmaysizlar. Yeringlarga kelib qopti. Kim uni qatl qiladi dedi. Amr ibn Jahoshimni Ka'b men dedi. Muhammad o'tirgan devorning orqa tomonidan kelib, boshiga tosh bilan urib o'ldiraman dedi. Payg'ambarimiz o'tirar ekan, Alloh tomonidan vahiy keldi. Sahobalarga indamadi, turdi, chiqib ketdi.
Sahobalar bir ish uchun yoki qazo hojat uchun chiqqandir deb o'tirishaverdi. Yahudiylar ham shunaqa deb o'tiraverdi. Rasululloh orqaga qaytib kelmaganligi uzoq bo'lib ketdi, cho'zilib ketdi. Sahobalar bezovta bo'lib Madinaga borsa, jangga tayyorgarlik. Nima gap? Falon ish bo'ldi. Rasulullohni qatl qilishni bular niyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birodarlar, xulosasi Alloh yahudlarni, Banu Nazirni taslim qildi. Qalbiga qo'rquv soldi, yana hammasini qatl qilib, qirib tashlashning imkoniyati bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz. Mana shu ahdni buzgani uchun, Rasulullohni o'ldirishlikni niyat qilib qasd qilganligi uchun bu yahudlarni hammasini qonini oqsa adolatli ish bo'lar edi. Ammo Rasululloh nima qildi? Bularni ham chiqib ketishiga rozi bo'ldi. Aytinglar birodarlar, qaysi mamlakatni boshlig'ini urush paytida mana shunday bir xiyonat bilan qatl qilishlikni niyat qilsa, mana shu qotillarni, qatlni niyat qilganlarni tirik qolgan eshitganmisizlar? Demak, Banu Nazirni Madinadan chiqib ketishiga sabab nima bo'ldi? O'zlarining ahdini buzganliklari. Bunday rahmat birodarlar insoniyat tarixida bo'lgan emas. Faqat islom tarixida, Muhammad alayhisalomning tarixida bo'lgan. Mana endi Madinada 3-toifa Yahudiylar qabilasi qoldi. Ko'ring, ikkinchi Yahudiy qabila xiyonat qilsa ham payg'ambarimiz qolgan Banu Qurayza 3-qabilaga boyaga yaxshi muomalasini to'xtatib qo'ygani yo'q. Bo'lmasam dini, millati bir xil edi, qoni bir edi bo'lardi. Rasululloh bittasini qilgan xatosi uchun chiqarib tashlasa ham bo'lardi. Ikkinchisi xato qilsa ham payg'ambarimiz avf qildi. Uchinchisi nima ish qildi? Xandaq g'azotida musulmonlarning ustiga 10 ming mushrik keldi. Musulmonlar Madinaning shimol tomoniga xandaq qazib o'zlarini himoyalashlikka majbur, chunki 3000 ta odam kavlagan edi, 3000 ta odam. Lekin Banu Qurayzani qilgan xiyonati sababli 2700 ta odam uyimizni himoya qilamiz deb qaytib olgan edi. Xandaqning oldida bor yo'q 300 ta odam qolgan edi. Mana shunday bir xatarli holatda Banu Qurayza musulmonlarning orqa tomonini, Madinaning orqa tomonini himoya qilishlikni va'dasini bergan yahudlar yana ahdidan qaytishdi. Payg'ambarimiz ular ahdida turibdimi yoki buzdimi bilishlik uchun Sa'd ibn Uboda va Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhularni yubordi. Ular borganida bu ikki sahobani so'kib haqorat qilib jo'natishdi. Ya'ni bu bilan ahdni buzganligini e'lon qilishdi. Fe'lan Madinada payg'ambarimiz ana shu Xandaqda oldida turgan musulmonlarni, ayollari, farzandlarini bir qal'aga bekitib qo'ygan edi. Ularni asir qilib olib ketishlik uchun Yahudiylar josuslarni yuborishdi. Borib bilib kelishligi kerak, agar imkon bo'lsa kelishligi kerak edi ular hujum qilib. Sofiya bint Abdul Muttolibning qilgan ishi tufayli ularning bu rejalari amalga oshmay qoldi. Ahzoblar ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani oldiga qo'shin bilan bordi va bular qatl qilindi birodarlar. Endi aytinglar, islom mamlakatini, islom va musulmonlarni tag tomiri bilan yo'q bo'lib ketishiga xatari turgan paytda payg'ambarga bergan va'dasiga xilof qilib, xiyonat qilib, ahdini buzganligi uchun Banu Qurayzaga berilgan jazo adolatsiz bo'ldimi? Al-jazao min jinsil amal deyiladi. Beriladigan jazo amalning jinsidan bo'ladigan bo'lsa, shu so'z to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Banu Qurayzaga berilgan jazo ham adolatdan va to'g'ri bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.